hozirgi kunda butun xalq nafrati, ana shu ishtonda orqasida yurgan odamlar, dayus tabiat odamlarga nisbatan nafrati shundan iborat. U xotinni urib, yechintirib, zino sahnasini yaratgan odamlarga nafrat bilan qaradi xalq. Va ma'lum bo'ldiki, bu narsa unday bo'lmagan, yechintirilmagan bo'lib chiqdi. Yechintirilmagan bo'lib chiqdi. O'shaning uchun xalq nafrat qilyapti. Sizlar ham nafrat qilyapti. U Gulranodan ham nafrat qilyapti shu masala. Xalq nafrat qilyapti. Keling statistika qilamiz. Keling Telegramga qo'yamiz. Bo'ldi, qo'yamiz. Bo'ldi. Men hozir Telegramga menda 100 ming yaqin podpischik bor. Telegramga ovoz qilib qo'yaman. Gulrano Qosimovani yechintirdi degan. Men unaqa deb qo'ying. Общий qilib qo'ying siz. Gulrano Qosimova ichki ishlarga tuhmat qilganmi deb qo'ying. Bo'ldi, qo'yaman. Men ham qo'yaman shuni. YouTube'da ham qo'yaman. Ko'ramiz. Bo'ldi. Bugun bizda bo'layotgan mana bu Farrosh seriali. Farrosh serialida buzg'unchilar tarafida turganlar Epstein sistemasini kichkina ko'rinishi tarafida turibdi. Epstein, Farrosh bir qancha kompromatlar yig'ib, o'sha kompromatlar bilan kimlarnidir qo'rqitib, bemalol sudda baqiryapti. Tilingni sug'urib olaman deyapti sudda. Ayol kishi bemalol tilingni sug'urib olaman deyapti boshqa bitta guvohni. Bemalol. Nimaga? Epstein sistemasi. Shantaj bor, qo'lida kompromatlar bor kimlargadir qarshi. O'shanga bemalol u. Uni orqasida kompromatga uchrashi mumkin bo'lgan. Ular ham o'zbek millati, xalqi, yigitlari. Qo'rqmang. Siz Allohdan qo'rqing. Agar bu bilan kompromatlarga qo'lga tushgan nimalaringiz bo'lsa, tavba qiling, Alloh taolo kechiradi. Lekin Epstein tarafda turmang. O'zbek Epsteyni bu. Do'stlar, bu tarafda turmang. Majbur emas, men insof egalariga, iymon egalariga aytyapman. Dayuslarga gap yo'q. Dayuslar bemalol. Meni taklifim, dunyo shu dunyodan iborat emas. Oxirat ham bor. Bu dunyoga bir narsa bo'lar, o'tib ketar. Oxiratda og'ir bo'ladi holat desangiz ko'zingizni oching. Haq tarafda turing. Hayot davom etadi, kimdir dunyodan ketar, kimdir yangi dunyoga kelar. Lekin bu gaplar zapsda qoladi inshaalloh. O'chirib oling, o'chirib olmaslaridan oldin.